Ana do'stlar, bugun 22 may. Katalagimizda go'shtimiz tugabdi. Birgina qo'zini so'yib go'sht qilyapmiz. Ko'ringizlar go'shtning appaqligini, tozaligini, mayimligini. Xo'p, hali qovurilganini, maydalanganini ham olamiz mayda-mayda. Ina do'stani aziz, go'shti shirbaz. Shirbaz niyayu shirbazjon. Biyoyin kasiki go'sht xo'rdani boshqa. Mana do'stlar, go'shti bo'lsa maydaladik. Endi bo'lsa o'samiz. Qozonga salatlarni maydalab to'raymiz. Xo'p, bu biyrak. Orqa umurtqa. Oldi qo'l. Narg'isi ham oldi qo'l. Orqa qo'l. Tush. Oldi bo'yin. Orqa bo'yin. Hop, mana 20likni teshilgan ekan, jirtib quyruq to'raytan qildi. Mana quyruq. Anada o'pka o'rtiribdi. Yine do'stan aziz, maydakada ovardim shonay. Bu maydamikinimu qazona mepardim. Dik ba. Yine dumba, baray dumba. Dast peshangi, dasti aqvangi. Yine ustixona, yine dili jigar. Bu megumut biyoyin, yak joya mexfurim chaqchaqkada. Xay dara azob shida bud, rahotusha yine joy bojoy shida mebrorim. Gusha xurda chaqchaqkada. Yine Gusponto Xarod Damgirida, sanatoriyada. Ayolab siray bo'ldi. Mana aziz qadrlanlar, birinchi qovurim go'shtimiz pishdi. Mana kasaga chiqaryapmiz. Yaxshi qovurilibdi, yaxshi tuzlanibdi. Bilmaganlar uchun professionalniy tavsiya. Go'sht pishgan pishmaganini jeb ko'rib bilolmasangiz, moy oldin shunday kubik bo'ladi-yu, keyin tinaydi. Tinagandan keyin go'shtning pishgani shul, yaxshi qovurilgani. Kengizlar go'sht yeymiz. Mana qo'zining go'shti, qo'zining oshqilijilik. Nasib qilsa bir piyozni to'rab turib, kecha qishloqdan sovus suv maydachida olib keldik. Qo'shib turib nasib qilsa yeymiz. Yo'ldagi chekka tortgan qiyinchiliklarning rohatini mana shunday kunda chiqarib olamiz. Yine do'stani aziz, go'sht puxtay. Kasiki agar namedona go'sht puxtay chixili puxtanisha famidani bo'lsa, yine hamita kubika chemega tojikida nam o'qiz so'znami famim. Assalomu alaykum. Do'stlar, mana bir realniy professionalniy tavsiya, ya'ni foydali qilib bo'ladi mana shunisi. Moy go'shtning pishgan pishmaganini bilish uchun moy oldin kubik bo'ladi. Keyin moy tinigandan keyin jeb ko'rmasangiz ham moyning pishganiga garantiya bor bo'ladi. Agar jeb ko'rib bilmasangiz, shunday xasiga shunday jeb ko'rmay bilishning yo'li shul. Oldin kubik bo'ladi moy, keyin tinaydi. Tinigandan keyin tinigani go'shti pishganini bildiradi.
foydali klip bo'lsa ko'rsatib beramiz qo'ldan kelgancha. Kecha qishloqqa yenib mayda-chiyda qilib keldik. Yangi piyozni to'raymiz nasib bo'lsa. Xo'p, sovus olib keldik. Sovus bilan, chukuri bilan yo'lda qiynalgan qiyinchiliklarning rohatini mana shunday kunlarda chiqaramiz biz bo'lsa. Ikkinchi qovurimini solaman azmi moysali yoqlasa, keyin yana bitta narsa, birinchi qovurimining go'shini chiqarib olgandan keyin iloji bo'lsa bir moy 5 minut 10 minut tursin. Sababiki moy issiq, moyning issiqligida go'shtni solsangiz go'sht qattiq bo'lib qovurilib qoladi. Moyni sal yog'latinqirab solsangiz go'shtni, go'sht muloyim bo'lib qovuriladi. Ana keyin u muloyim bo'lib qovurilgan go'shtni yemasangiz ham yegingiz keladi. Shuning uchun bilmaganlar bo'lsa bilib olingizlar. Moyni sal yog'latib go'shtni solasiz, go'sht muloyim bo'lib pishadi. Moyni issiq qilib solsangiz go'shtni, moy issiq bo'lsa go'shtni solsangiz, go'sht qattiq bo'lib qovuriladi, sirti pishadi-yu, ichi pishmay qoladi keyin. Uni nima qiladi? U tez hidlanadi, keyin jiyishingiz qiyin bo'lib qoladi. İçi pişip sirti pişmese. Hozir mana buna go'shtning pishmagan joyi qolmadi. Garantiya beraman. Chunki o'zim hammasini ko'ngildagidek qilyapman. Tuzini sho'rtagiroq qildim. O'zim sho'rtakni yaxshi ko'raman. Hozir piyozni to'raymiz, sovus bilan mayda-mayda olamiz do'stlar. Kelingizlar, birgalikda o'tirib yeymiz. Qo'zining go'shti. Nima deyman? Like bilan podpiskani unutmangizlar. Faqat Do'sti 92 kanali sizlar bilan. Mana ko'rdilaringizmi? Moyni qachonki yog'latib solasiz, moy yog'lagandan keyin go'shtni qachonki moy yog'lagandan keyin solasiz, vajillamaydi. Agar issiqligida moy issiqligida go'sht solsangiz, keyin go'sht moy vajillab, vujud qozonga qo'ymasi go'shtning sirtini quvurib taylaydi. Moy issiqligida. Shuning uchun moyni yog'latib solasizda, keyin o'choqqa qo'yasiz. Inshaalloh aytganingizdan ziyod pishadi. Bu klip inshaalloh foydali klip. Bilmaganlar uchun. Bilganlar ham bor. Bizdan ham professionallar bor. Bilmaganlar uchun bo'layotgan video bu. Moyimiz to'ngmay, 1 gram oqmay ishlatmaymiz. Qo'yning boshida to'ngmay ishlatsak ayib, ana oqmay ishlatsak ayib bo'ladi. Ana shu. Mana nasib bo'lsa endi jiyishni boshlaymiz. Piyozni to'rab qo'ydik. Mana go'sht, muloyim non, 2 xilda shokolad, malokka sovusu, cho'ponning qo'shlari mana shunday. Yine do'ston aziz, daduruni qo'shchi bo'lsa, shonat metim ham chizo. Denchoda noni qo'q do'ran, sxorib megan. U tutash ordi sak. Setash noni qo'qay. Denchoda deb forma do'ran. Konformli masla, mena vazelin, bent, pashta aptechka. Qabiyoyin yak joya yak eshini mehrum chaqchaq menim kasida ma'qul bo'lsa kadagi video like qadi podpiskara fromish nakinin. Go'sht hamita puxtagi ayki, hamita muloyim ayki, mehri merini. Ajoyibot puxtagi. Do'stlar,
agar shunday akkumulyator bo'lsa men sotib olaman. Rossiyadan olib kelaman. Uyda borma bekor turgan bo'lsa pulidan foydalaning sotib. Menga kerak. 100 minglik bo'lsa yana ham yaxshi. Ha do'stona aziz. Kida do'rana meta akkumulyator. Biyo men so'zish bo'sha mexarim. Ami video da numerim va WhatsApp'im onda raftayistam. Ami numera zangit bizaning kaseda bo'sha pulusha metem. Ami сад ҳазора боша ампириш бо хубаи 80 ҳазора. Короче, амита аккумулятор кида боша мехарам ёфта битин.